Bizlarim kunni hisobotdan boshlayapmiz. Xudo xolisa, mana fevral oyini ko'taramiz Ismoil aka bilan. Ismoil aka bizani jamoaga xo'p. Fikr bo'ladi. Kelasizlar, ketasizlar, o'zi nima bo'ladi desa, mana bu yerda Ismoil aka polni komandaga plan qo'yishadi. Biz sotuv planlari bilan ishlaymiz va butun jamoani o'tgan oyda qilgan ishlarini tahlil qilyapmiz. Azizlar, sizlar natija so'ragandilaringiz, mana natija. Mana shuncha odam. Hozir mana bu yoqda yana kechagi mana zakazlar уже tayyor. Bu yoqda ustanovkaga chiqib ketyapti mana. Mana bu yerda odamlar kelib, hamma o'ziga nima xohlasa olib ketaveradi mana. Bu yoqda yana odamlar Allohdan so'rab gazini bosib ish qilinaveradi. Bu yoqdan sekin-sekin bo'lib ketaveradi. Gap bo'lishi mumkin emas.